bugungi kunda ba'zi toifalar payg'ambar alayhissalom davrlarida bo'lgan jihod amalga oshirilmayapti degan ba'zi da'volar bilan chiqishmoqda. Ammo lekin bugungi kunda mana shunday ishlar amalga umuman oshirilmayaptimi degan savol bilan agar yondashadigan bo'lsak, mana shu mamlakatning tashqi dushmandan himoyasi uchun yoki ichkaridagi notinchlikni bartaraf etish yoki ikki urushgan toifani yoki ikki urushgan musulmonni, insonni orasini ajratish, ularni tinchlantirish, mana shu mamlakatni ichidagi, jamiyatni ichidagi barqarorlikni ta'minlash uchun ishlar amalga oshirilmayaptimi degan savol bilan murojaat qiladigan bo'lsak, bugungi kunda o'sha payg'ambar alayhissalom davrlarida amalga oshirilgan mudofaa, ya'ni tashqaridan dushman kelishiga qarshi, ya'ni mudofaa vazirligi tizim sifatida ishlamoqda. Ya'ni bu ishda yoshlar o'zlarini faoliyatini olib borishadi. Masalan, balog'atga yetgan yosh mana shunday bir mudofaa vazirligida, ya'ni o'zini harbiy xizmatga borish bilan mana shu mamlakatni tinchligi yo'lida o'zini hayotini xavf ostiga qo'ygan holda tashqi dushmanga qarshi kurashish yoki mamlakatni shunday bir tashqi dushmandan himoya qilish uchun o'zlarini butun kuchlarini safarbar etmoqdalar. Bu yo'lda ofitserlar, masalan shu soha mutaxassislari, harbiylar o'zlarini ustlarida ishlagan holda mana shu ishni olib bormoqdalarki, payg'ambar alayhissalom davrlarida shunday ish bo'lganki, mana shu mamlakatni tinchligini saqlash uchun jihodga chiqilgan. O'sha davrda masalan mudofaa vazirligi yoki mudofaa tizimi yoki armiya degan narsa bo'lmagan va shuning uchun jihod shunday bir tizim bo'lganki, shu mamlakatni tashqi dushmandan himoya qiluvchi tizim bo'lgan. Mamlakatni ichkarisidagi notinchlikdan himoyalash va mana shu notinchlikni oldini olish uchun mana shu jihodga vaqti bilan chiqib turilgan. Go'yoki mana shu da'vo qiladigan guruhlarni da'volarida ko'rinadiki, payg'ambar alayhissalom umrlarining asosiy qismi jihodda o'tdi, mana shunday urushlarda o'tdi deyiladi. Vaholanki ulamolar aytishadi, payg'ambar alayhissalom umrlari davomida 48 kun urushlarda qatnashganlar. Asosiy vaqtlari jamiyatdagi ijtimoiy masalalarni hal qilish, ilm o'rgatish, o'zlarini vakolatlarida bo'lgan, o'zlariga nozil bo'lgan Qur'oni Karimni ummatga o'rgatish bilan va jamiyatdagi tartib intizom, bozorlardagi oldi-sotdi munosabatlardagi adolatni o'rnatishga asosiy vaqtlarini, kuchlarini sarflaganlar. O'sha davrda jihod uchun chiqilgan bo'lsa, bugungi kunda jihod vazifasini alohida tizimlar a'lo darajada, ya'ni juda bir tizimga solingan chiroyli shaklda amalga oshirilmoqda. Ikkinchidan olib qaraladigan bo'lsa, oddiy ya'ni fuqarolar jangga chiqmagan yoki bo'lmasam mamlakatning ichkarisidagi masalan ichki ishlar vazirligi mana shu ishni amalga oshirayotgan bo'lsalar, ularda ham mana shu mamlakatni yoshlari o'zlarini faoliyatlarini yuritmoqdalarki, ya'ni mana shu ishni amalga oshirmoqdalar. Va shu bilan birgalikda fuqarolar o'zlarini mana shunday bir soliq to'lash tizimi orqali soliqdan yig'ilgan mablag'dan mamlakatni tinchligi uchun xizmat qilayotgan insonlar o'zlarini oyligini oladi, vazifalarni ado etishadi. Demak, bu ishni hozirgi kunda ham yoshlar o'zlarini kuchlari bilan, ham mana shu mamlakatning fuqarolar o'zlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashlari bilan amalga oshirib kelmoqdalar. Shuning uchun mana shunday bir da'volarga qarshi aytadigan gapimiz shuki, bu ishlar bugungi kunda amalga oshirilmoqda, hech qanaqangi buni amalga oshirilmayapti degan da'volar to'g'ri emas. Ya'ni tizimlashgan bir shaklda a'lo yuqori darajadagi bir tizimga solingan ravishda bu ishlar amalga oshirilmoqda.